Obod qishloq davlat dasturi doirasida Izboskan tumani Gudir mahallasida qator bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Mahalla o'ramida joylashgan 39-umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini rekonstruksiya qilish va qo'shimcha qurilish ishlarini olib borish uchun 2 milliard 700 million so'mdan ortiq mablag' ajratilib, Furqatbek bunyodkor mas'uliyati cheklangan jamiyat quruvchilari tomonidan qisqa muddatda loyihada belgilangan vazifalar ado etildi. Mustaqilligimiz 28 yilligi arafasida maktabimiz Obod qishloq dasturi asosida to'liq ta'mirdan chiqarildi va 180 o'rinli qo'shimcha bino qurildi. Buning uchun 2 milliard 744 million mablag' ajratildi. Biz maktab jamoasi nomidan va butun qishlog'imiz ahli nomidan avvalo yurtboshimizga va viloyatimiz hokimi Shuhratbek Abdurahmonovga o'zimizning cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Binoning ochilish marosimida tuman hokimligi, davlat, jamoat tashkilotlari, umumiy o'rta ta'lim maktablari vakillari, ota-onalar ishtirok etdilar. Unda so'zga chiqqanlar qaytadan bo'y ko'rsatgan maskanda yoshlarning puxta bilim olishlari uchun yetarli sharoitlar yaratilgani va murabbiylar jamoasi yanada mas'uliyat bilan ish tashkil etishlari zarurligi haqida gapirdilar. Maktabimiz 215 o'rinli binosi qayta ta'mirlangan bo'lsa, bundan tashqari 180 o'rinli qo'shimcha bino qurib foydalanishga topshirildi va zamon talablariga javob beradigan zamonaviy jihozlar bilan jihozlandi. Biz mana shunday yaratilayotgan shart-sharoitlar, imkoniyatlar uchun munosib javob berishga harakat qilamiz va kelajakda jahonning eng rivojlangan davlatlari yoshlari bilan tengma-teng qadam tashlay oladigan, shu bilan birga ular bilan bellasha oladigan yoshlar tarbiyalashga bor kuch-g'ayratimizni ishga solamiz. Ramziy tasma qirqilib, mehmonlar sinf xonalarini aylanishga taklif qilindilar. Yaratilgan sharoitlar, keltirilgan jihozlar barchaga manzur bo'ldi. Ana bizni mahallamizda ham xalqi ana ko'rib turibmiz, qilinayotgan ishlardan rozimiz. Bemalol ayta olamizki, bizni qishlog'imiz ham obod bo'ldi. Mahallamiz chiroyli bo'ldi. Birinchi sinfga qabul qilingan bolalarga prezident sovg'alar berildi. Ular ham o'z minnatdorchiliklarini izhor qildilar. Bunday ham hovlilarga javoban yurtimga, prezidentimga sodiq farzand bo'lib yetishga va'da beraman. Bizning baxtimizga yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lsin. Men birinchi sinfga qabul qilinar ekanman. O'z ona yurtimni sevish, ardoqlash, uni qo'riqlash uchun mard, jasur va ziyrak, qo'rqmas o'g'lon bo'lishga tantanaviy va'da beraman va O'zbekistonga xizmat qilaman. Bayramona tarzda o'tgan marosimda o'quvchilar musiqiy dasturlari, sportchilar, yosh harbiylar namunaviy chiqishlar bilan barchaga ko'tarinki kayfiyat baxsh etdilar. 5 tashabbus bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tasviriy san'at, sport musobaqalari, qo'l mehnati namunalari, kitoblar yarmarkasi ko'rgazmasi orqali namoyish etildi.